Ekranlarni Ekranlar teskari qilib olinglar, bo'lmasa menga hozir shunday qilayda. Osonroq. Yo, нормально. Hop. Saytdan o'tishimiz. A bilan V ni hamma biladi, a? A nima, V nima? 0 V'lar yo'qmi? Ha, bilaman. Aytib ketaversanmi mayli? Nima? Aytib ketaversansan mayli yo'l-yo'lakay deyman. Hop. Biz har doim mana bu V dan yoki mana bu A dan urovni olamiz. Yoki mana bu A dan yoki mana bu V dan. Tushunsa? A, V qanday shakllanadi? Misol yashil sham yopilgandan keyin bitta qanaqadir qizil sham yopilishi bizga A ni shakllantiradi. Tushundingizmi? Qizildan keyin bitta yashil yopilishi bizga V ni hosil qiladi. Biz A, V deb shunga aytamiz yoki 0 nuqta yoki 1 nuqta. Hozir bo'ling. Xo'p. Bizga trend selga harakat qilib keldi. Bizga buy zonamiz oxirgi mana bu V zona. V zonadan urovni olamiz. Weekly bo'lgani uchun H4 ga. Men bu shtrixni biladimi, bilmaydimi bilmayman ko'pchilik. Разделительный периодga tushgan shamni olamiz uровень qilib. Bizga o'sha katta zonalar ichidagi yuragi mana shu sham bo'ladi. Hozir bizga mana bunisi buy zona. H4 pastga yorib o'tmasligi kerak. Hop mana. Bu buy kiradigan joyimiz mana. Weekly'ga olamiz. Biz oxirgi V zonani belgilab olaylik. Bizga chiqib beradigan nuqtamiz mana bu A zona. Birinchi tag 1 mana bu V zona, ikkinchisi A zona. Mana bu V dan urovni olamiz birinchi. Mana bu chiqib kelayotganda mana buni zonasini yorib yopilgandan keyin. Hop. Bekli yana H4. Mana shu zonani ham yorib o'tgandan keyin idealni retest bilan chiqib ketgan pastga. Bir marta, ikki marta. Mana bu yerda yoribman. Pastdagi o'sha V zonalariga kelgancha. Mana. Endi yana qaytib kelganda mana bu zonalar breakout bizga qaytib tushib bu zonamizdan buy. Paxtadan yana. Ko'ryapmanmi? Periodlar bo'yicha bora beradigan manzilimiz mana bu A ga. Qizil shamni A deb olamiz mana. Yana H4. Shtrixga tushgan shamni olamiz. Bizga sel uchun xizmat qiladigan zona. Buni borib beradigan nuqtasi bundan sel kirdik. Bizga kelib beradigan tochkalar buy uchun bitta, ikkita, uchta. Oxirgi buy zonasini olaylik. H4 ga olamiz. Mana
Bayzon. Borib beradigan manzil. Qo'lyapti menga. Tabi, Qo'lyapti. qotyapti. Bu hozir weekly hashtag ko'rsatgani haftalik yurish. Da, bu yerda prosta qanaqa yurganini ko'rib olinglar deyotgan mazmunda nima o'zi bu tushuncha bo'lish uchun nima qildi? Mana endi hozir doskaga menimcha o'tsak bo'ladi agar ko'rish. Bultdan ham ko'rsak, aka. Mana bu ko'pchilik 2000 necha 2400 gacha qanday nima sabab berildi degan joyini. Xo'p. Aka, haligi savol tug'ilib qolsa joyida berib ketaveraylikmi, oxirida savol javob qilamizmi? Bemalol. Xo'p. Bizga haftalik time Grafik amalda qotib qolganmi? qotib qolganmi? VTI ko'rinyapti-da. Qotib qolgandimi? Ha, VTI ga qotib qolgan. Hozir golfga oling. Endi golfga. Ko'rdingmi? Endi bo'ldi. Mana golfda misol bizada. Mana bu V zona. Qizildan keyin yashil yopilishi bizga V ni hosil qiladi. Hozir uni tushuntirib beradilar. Mana bu V zona. Liniyni grafikda oladigan bo'lsak, mana buni yorib yopildi. Mana uchchasi chiqib qoldi. Yorib yopildi. Buni tepa M model bo'ldi-da, sel olamiz deydi. Ko'pchilik kanal mana shunaqa bo'ldi-da. M model bo'ldi, mana buni sel olamiz. Pastgacha mana buni kutdi ko'pchilik. Mana bunaqa qilib. Biza bu yerdan polni bayda o'tirdik. Weeklyga mana bu V zonani olamiz. Weekly time bo'lgani uchun hashtagga urin qilib olamiz. Mana bu periodga tushgan shamni soyasigacha qancha to'liqlikka tushgan bo'lsa, period ichiga o'shancha qilib olamiz. Xo'p. Mana. Keldi. Yangi haftalik ochildi. O'zini haftalik yo'rg'ildi. Testidan bay bizani borib beradigan nuqtamiz weekly bo'yicha mana bu A zonaga edi. Weekly bo'lgani uchun hashtag ko'ramiz. Take profit zonamizni belgilab olamiz. Mana bu haftalik bo'yicha analiz. Shu narsa dailyda ham ishlaydi. Ya'ni daily H1 mana bu V zona bo'lsa H1. Mana. O'zini kunligi o'sha ochilganda. O'zini kunligidan tepaga yorildik. Retest buy. Juma kungi holatda ham misol. O'zini kunligidan tepaga yorildik. Retest buy. Bular hozir birlamchi uraverdi. Kunliklar bo'yicha. Testga kelgan joyimiz mana. Mana bu joyda so'radi ko'pchilik nimadan qaytdi deb. Mana buni. Zona mana bu yerda. Kunlik zona breakout. Retest mana buy. Pastdan ishlab turgan zona ham mana. Buni AV ga qo'yib ishlatishda tushuntiriladi. AV nimaligi tushuntiriladi. Period o'zi nima? Hammasini hozir tushuntirib beradi Suhrob aka. Prosta intriga uchun men ko'rsatib berdim zonalarni ishlashini. Suhrob aka.
Baba kechiramsiz? She'rda. Aka, shu haligi vizona bilan ozona yani bitta повтор qilib yaxshi bo'lardi agar iloji bo'lsa. Sizlar yozib. Просто skelet ko'rsatildi. Mana hozir endi doskональный bitta o'tiladi. Mana shu propagandaga bos qilamiz hozir. Xo'p bo'ladi aka, rahmat. Nazariyda yaxshiroq tushuninglar mana shuni. Ekranim ko'ringanmi bolalar? Ko'rinyapti. Ko'rinyapti. Boshladik bolalar. Bozor ikkita harf jihatdan ko'rinishi, harf jihatdan aytaman. Bozorda A ko'rinishi bor. A ko'rinish bor. V ko'rinish bor. Ikki xil ko'rinish bor bozorda. Lineyniga olgan paytimiz. Bizda P, O boshqa ko'rinishlar yo'q. Faqat narx singan payt yuqoridan A hosil bo'ladi. Baydagi trend sellga o'zgarsa A bo'ladi. Selldagi trend bayga o'zgarsa V ko'rinish hosil bo'ladi. A ko'rinish qanaqa hosil bo'ladi? A ko'rinish bizga yashil bo'lib ko'tarilib ketayotgan paytda orasida qizil yopilishi lineyniga olsalarimiz A ko'rinishni beradi. Naborot bo'lsa, narx qizillar bilan tushib kelayotgan bo'lsa, aksinchasi bo'lsa, orasida qizildan keyin svecha o'zgarishi hosil bo'lgan joy bizga V ni beradi. Mana bu uchi V. Lineyni grafikani tushunadi, to'g'rimi? Ha, tushunamiz lineyniga. Tak. A bilan V kelib chiqishi qisqa qilib aytganda svechalar o'zgarish joyi, yashildagi svecha qizilga o'zgarishi, qizil bo'lib tushib kelgan yashilga o'tishidan bizga A yoki V ligini bilamiz. Qaranglar. Nima uchun bu joylar kuchli hisoblanadi? Sabab ko'tarilib borayotgan narx, mana shu yashil bo'lib ko'tarilib borayotgan narxni qizil bir joyga sindirib to'xtatdimi, demak bu yerda объем bor, bu joyda kuch bor. Bu joy bizga kuchli o'rin hisoblanadi. Kuchli o'rin. Yoki naborot bo'lsa, narx tushib ketyapti, demak nimadir buni ko'tarilishga, to'xtatishga sabab bo'ldi. Bu ham kuch. Bu yerda haqiqiy объем turibdi. Mana bu aradagi lineyniga bizga ko'rinayotgan to'g'ri qizillar bo'lib tushib kelgan joylar bu bizga pustoy zona. Bu yerda hech nima yo'q, hech qanaqa kuch yo'q. Kuch faqat ana shu uchida bo'ladi, V'sida. Kuch faqat A'da bo'ladi. Qolgan joylar balla pustoy zona, u yerga biz chalg'ishimiz kerak emas, u yerga biz qaror chiqarishimiz kerak emas. Biz qaror chiqaradigan joylar faqatgina narxni sinishiga sababchi bo'lgan joylar. Mana buni o'rinni olamiz. O'rinni olishda shuni ichini o'zini yuragidan olamiz, periodidan. Uni hozir Feruz yana daskanalini tushuntiradi. Qaysidir, misol uchun SNR da nima qiladi? Mana bu yerda uzun shpilka bo'lsa, qaysidir SNR da ishlatganlar ana bunday tana shpilka qilib o'rin oladi, bilasizlar. Butunlay qilib. Kimdir lineyni grafikka oladi-da, lineyni grafikka shu bo'lsa ana shu yerdan o'rin olib qo'yadi. Lekin bizda haqiqiy объем, ya'ni bu periodlariga to'g'ri keladi. Periodlar balki mana bu joyga to'g'ri kelishi mumkindir. Haqiqiy o'rin, haqiqiy kuch periodda bo'ladi, chunki vaqtga period asoslangan, boshqa narsa emas. Aka, savol bor edi. Mayli. Mana hozir yashil shamladan keyin qizil sham paydo bo'lishi dedingiz-ku, misol shu
2 va undan ortiq yashashamdan keyin paydo bo'lishi kerak, to'g'rimi? Yo'q, uni farqi yo'q. Misol uchun siz aytayotgan narsa men ko'rsatay chizib, moment javob olib ketaylik. Savollaringiz bo'lsa, misol uchun tipa mana bunga o'xshagan narsani aytmoqchidasiz, to'g'rimi? Bundan keyin yana mana bunaqa bo'lishi mumkin. Shunay, ha. Lekin shuni aka grafikka olib qaralsa, shu vaziyatda lineyni grafikka olib qaralsa, yashil tikka chiqqan bo'lar, qizil bitta pasaygan bo'lar, mana bu yana chiqadi. Lekin itog nima bo'ladi? Baribir bizga A hosil bo'lgan bo'lar, V hosil bo'lgan bo'lar. Mohiyatda yashil ko'tarilib ketadi, uni qizil sindirdimi, baribir mana bu joyda kuch bor. Yoki mana bu joyda tushib ketayotgan narx ko'tariladimi, bu yerda ham kuch bor. Bizga ana shu narx singan joylar, narx sinishlar o'z-o'zidan sinmaydi. Yashildan keyin qizil yopilishiga narx sinadi, qizildan keyin yashil. Bizga kerakli joylar mana shuni yuragi, ichidagi urveni. Demak, unda hozir weekly time frame'da hozir bitta yashil bo'ldi, sразу keyingisi qizil bo'lgan bo'lsa ham o'shani A deb V deb olib ketaverishimiz kerak endi, to'g'rimi? Yashil bo'lsa bunaqa bo'ladi, arada qizil qo'shilsa bunaqa bo'ladi, yana yashil ketsa ham bunaqa bo'ladi. Bizga baribir mana bu yerda urven bor, mana bu yerda urven bor. Mana shu uchlik chiqib qolgan joy, uchlik deylik, ana shu uchlik joyicha bizga urven mana narx singan shu yerda. Polibon bizga mana shu urven bo'lib beradi. Keyin H4 da o'zgartirganda faqat o'sha разделитель perioddagi sham olinadi. Urvenlar faqatgina perioddan olinadi, boshqa narsadan emas. Haqiqiy ob'yom, haqiqiy kuch. Bu sizlarga aytdimki, krupniy igroklarning shpargalkasi bu vaqt va period. Bilasizlar, period o'z-o'zidan kelib chiqmaydi, vaqtga asoslangan, kunni ochilishi, haftani ochilishi, oyda ochilishi va yilni ochilishi. Hozir bizga sizlar urven olishni yaxshi tushunib olasizlar. Muhim narsa bizga bilishimiz kerak A va V. Hozir A va V qanday hosil bo'lishini sizlar bildingizlar. A va V bo'yicha savol bormi? A va V bo'yicha. Tushunarli bo'ldi aka, shu bitta ikkita svechani o'yindan bo'lish ozgina tushunmovchilik tug'dirdi, u ham aniq bo'ldi, rahmat. Shu narx sinishi, qizildan keyin yashil bo'lishi V, yashildan keyin qizil bo'lishi A. Bizga mana shu joyda mana yana bir chizma chizaman. Misol uchun narx ko'tarilib ketyapti, narx ko'tarilib ketuvchi narx. Bizga buni qizil sham sindirib beradimi? Bu bizga liniya ko'rinishiga, lineyniga A ni beradimi? Bizda bu yerda kuch qaysi shamda hozir eng katta kuch? Qizil shamda, qizilda. Qizil shamda, qizil sindirdimi? Qizil sindirdimi? Biza fokusimizni mana bu yashillarga qaratmaymiz. Shu sham sinishiga sababchi bo'ldi shu qizil. Bizga ana shu sham muhim. Shuni ichidan, periodidan, shuni yuragini aniqlab olamiz. Shu qizilni A dan bo'lgan paytda qizildan olamiz. V dan bo'lgan paytda yashildan olamiz. Mana bu yashilga fokus qaratamiz. Shuni ichidan yuragini olamiz. Aynan hozir weeklyda o'rinni olishimizda H4 svechani olishimizga sabab разделитель periodga to'g'ri kelganligi uchunmi? Shunaqa. Bo'lmasa shu ichidan yuragini qanaqa aniqlaymiz? Tak, doskani yana davom ettiramiz. Feruz endi grafikda ko'rsatib bering, keyin chizma bo'yicha grafik jihatdan B nuqtaga grafik jihatdan ko'rsatamiz. Endi urven olishni ko'rsatib bering. Shuni anaqani grafik olishni kompyuterda ko'rsatsa bo'lmaydimi? Telefonda ana kursor aynalib tushunarsiz bo'lib ketyapti orada. Feruz ekran yoqasizmi?
Kim gapirdi hozir menga uzilib keldi? Kompyuterdan mana shu grafikda ko'rsatsa bo'lmaydimi? Telefonda emas, kursor aylanib hali chuvalashib ketib qolyapti orada o'shanga. Kompyuterda osonroq ko'rmasmidi demoqchi edim. Aka kompyuterdan hozir ochilsa, uni ekranidan biz uni sinab ko'rganmiz, ishoning urillar ko'rinmay qoladi, urillar olib bo'lmay qoladi. Katta grafik, katta switchlar, arada masofa katta, uni ko'ra bilmaysiz. Sizlarga mohiyatni anglashga telefondan yaxshisi yo'q. Bu sinalgan. Analiz qilganimizda telefondan ko'rishimiz kerak edi, shunda to'g'rimi? Hozir sizlar urin olishni telefondan ko'rib olganlaringiz yaxshi, kompyuterdan tushunmay qolasizlar, chunki tarixi ko'p kompyuterda. Telefonda belgilangan hududni ko'ramiz-ku biz. Tushundim. Ana shu yuragini topishni yana bir marta tushuntirib bering. Rob aka, keyin anavi period dedingiz-ku, period shunda time frame'mi? Aka, keyin mana o'rin olayotganimizda shpilkadan olamizmi yoki faqat tanasidanmi? Mikrofoningiz o'chiq, eshitilmayapti lekin. Mikrofonni o'chgan ekan-ku, kimga gapirdim men shuncha? Mana periodni ko'rasizlarmi? Mana разделительный период. Bu kunni ochilishi mana 1:00 dagi sham, разделительный период. Bizga uровень yuragi dedik-ku bu ya. Bizga yuragi faqatgina ana shu haqiqiy kuchli uровень, maslahatim kuchli igroklarga shpargalka qilib ketadi bozor dedim-ku. Mana o'sha uровень. Mana periodga tushgan birinchi shamni ko'ryapsizlarmi? Mana daily time'ga olamiz, daily time'ga misol uchun. Qanaqa olamiz periodni? Misol uchun qaranglar. A zona. Tushunarlimi? A zona. Biz nima qilamiz shunda? Biz bo'ya birlik haqiqiy kuch o'sib borayotgan paytda, mana bu narx o'sib borayotgan paytda qizil haqiqiy kuch qizilda ekan, to'g'rimi? Haqiqiy kuch. Biz shunga nima qilamiz? Vertikalni liniyani olamizda, qizil shamni ustiga tashlaymiz. Aytib qo'yaman, bu vertikalni liniya bizga orientir uchun xolos. D1 time frame'ni ichki yuragi bu bizga H1 time frame bo'ladi. H1. Olamizda. Demak, mana shu kunni ochilishi разделительный период ko'rinyaptimi sizlarga? Ko'rinyapti, xirarog'i no ko'rinyapti. Ha. Qaranglar, yuqori shpilkasi va pastki shpilkasi eng uchigadan uchigacha olinadi. Bizga shunda mana bu D time'dagi mana shu qizil shamni yuragi, qizil shamni объемный уровень, qizil shamni объемный уровень
ana 58 va 60 narxlarga to'g'ri kelgan. H1 ga kirib biza oldik uni. Yana bir marta ko'rsatib yuboring shuni. Iltimos. Emaslar tekin analiz qoldirgan ekanım, qaranglar. Foydalanuvchi shu bir ishlab ketdi. Tekin analiz bor ekan. Endi e'tibor beraman men. Tek profit ko'rib oldik 30 da ekan. Full marja selkirilaverdi. Qaranglar. Davay men sizlarga tushuncha berishim. Nima uchun o'tdi? Nima uchun o'tdi? Qaranglar. Bu nima? To'g'rimi? Ha. Ani ichidan yuragini olamizmi? Qizil shamga qo'yaman. Bizaga ob'yomni sindirgan, o'sib boruvchi trendni qaytargan qizil sham bo'ladi. Qizil shamga vertikal liniya tashyapman. H1 ga olaman. D1dagi balla H1 bo'ladi, D1dagi H1. D1 H1 qaranglar. Kuchli urovini. Mana bu vertikalni liniya bizaga orientir uchun faqat boshqa narsa kerak emas. Bitta oldinga, bitta bu yoqqa tushib ketsa ikkilanib o'tirmaylar. Biza faqat разделительный periodga tushgan urovinni olamiz, uchidan uchigacha. Qaysi bu endi? Ha, bo'ldimi? Ko'p Bu yerda bolg'aga o'xshagan switch. Bu yerda qizil mana bu joyda yopilgan, bozor ozgina gap bilan ochilib ketgan broker hisobiga biza bir kun oldin yopilgan narxda gap qanaqa katta ochilib ketishidan qat'iy nazar, kechqurun bozor yopilishidan oldingi svecha bor-ku, o'shani yopilish joyiga qo'yamiz. Agar mana bu gap bilan ochilmasdan shpilkasi mana bu joylarga to'g'ri kelganda edi, butunlay shpilkasi bilan olaydik. Hozir tilloni men tekini bu yoqqa berganim sababi tillo bizaga mana bu yerda mana bugungi kun ochilishini ko'ryapsizlarmi? Mana bu sham. Mana shu shamni urovinni oldim men. Boya amerikan sessiyada mana bu pastga yopildi. Ko'ryapsizlarmi? Breakout qildi. Break bilan retestini ko'ryapsizlarmi? Retest. Buni manzili qayerda bo'ladi? Dailyga olamiz. Chap tomonda qaytaruvchi hech nima bo'lmagandan keyin bozor sinishga A'dan A'ga, A'dan faqat mana bunaqa uchlik joylarga yurgandan keyin bundan boshqa hech qanaqa variantimiz yo'q. Nima bor? Agar tarixda urovin bo'laydi, tarixda men urovindan ichidan birinchi joydan urovin olib qo'yaydim. Tek bir vazifasi. Hozir bizlarga yagona tek shu bo'lib turibdi. Agar buni ham breakout qilsa yana pastdagi A ga tushadi. Qaranglar, buni breakout qilishimiz bizaga, bu zonani breakout qilishimiz, misol uchun biza yana dailyga olamiz. Dailyga bizaga nima bor? Bu yerga to'sqinchi joylar mana bu arada bor. Avichalar ko'ryapsizlarmi? Yonma-yon ketib qolgan. Yonma-yon ketib qolgan. Qolgan joylarda ham mana buni ichidan yuragini oldik boya. Yuqorida yopilishimiz qayerga olib keladi? Mana buni ichidagi yuragigacha. Bundan yuqoriga yopilishimiz qayerga olib keladi? Mana hozirgi eng oxirgi tilladagi daily urovinni yuragigacha olib keladi. Biza dailylarni belgilab olamiz. Endi qaranglar, faqat daily emas, bizaga B nuqtani asosan katta taymda aniqlab olishimiz kerak. Asosan. Mana weekly bu bizada. Boya Ferus sizlarga ko'rsatdimmi? Mana bu joydan biza buy ketgan, biza mana bu joygacha B nuqtamiz bo'lgan. Qaranglar. Lineyniga olsak, ko'rib turgan bo'lsalaringiz, shu yerdan chiqsak, mana bu buzilishdan keyin, mana bu narx sinishdan keyin bu joygacha hech nima yo'q. Faqat shu turibdi. Mana bu yelka bor, bitta korreksion vazifani bajaradi. Atak maqsad bunda, chunki qizil bo'lib tushib kelgan. Bu nima degani balla? Bu pustoy zona degani bu. Pustoy. Kuch qayerda? Kuch faqat mana bu joyda, chunki yashilda qizil. Kuch faqat qayerda? Biza bu yerdan chiqishimiz
faqat shunga yetadi. Endi bizaga qaranglar. Bu hozir daily bo'yicha Shuni dailyni o'zidan oldingi kuchni ziyoni ta'siri bo'lmas ekanda. Ana shu hozir ko'rsatganingizni o'zidan oldingi yana bitta A bor-ku. mana bumi? Ana shu. U endi qarshilik qilolmas ekanda. Yo'q, bu ham korreksion vazifada qarshilik qilgan, mana buni ko'rib turibsizlar. Qarshilik qilib bu qarshilik qilib biladi. Buni hisobga olamiz, chunki menda shaxsan o'sha uровень bo'yicha mana o'sha уровеньni olsam, mana periodga tushgan, mana bu shamida. Mana bu shamni o'shani yuragi. Period, разделительный periodga tushgani. Men bu yerdan bay kirganimda pastdagi 2296-95 lardan kirilgan bayda take 1 shu joyida 1. Full take esa mana shu hammamizga явно ko'rinib turgan mana bu ani ichidagi разделительный perioddagi sham full take edi. Buni bizlar kolleksiya signalida ham 2295 dan hammani bayga kiritib 2400 gacha kutamiz deyilgandi, agar ko'rgan bo'lsalar. Deyilgan, ha. Shaxsan men $15 da yopib yuborganman. O'sha uchun bizlarga nimaga asoslangandik biza? Hozir asosini ham keltirib bera bilaman. Ayrimlar aytdi bir o'xshab qolgandir, bir nima bo'lgandir deb. Lekin mana bu V'ni ko'ryapsizlarmi? Mana bu V haqida gapiraman. Qaranglar, grafikning chap tomoni yo'q. Narx ana shu ahvolda turib, bozor yopilib qoldi. Men weeklydan ichiga kiramanda haqiqiy объемni zonasini aniqlay olaman. Bizga haqiqiy объемni zonasi esdan chiqarmaymiz. Mana bu uchida, mana shpilkalarda bo'lmaydi. Bizda объем mana bu periodda bo'ladi. Haqiqiy kuch periodda ichida bo'ladi. Periodni yuqorisiga qo'yaman shamni. Periodni pastiga qo'yaman shamni, chizig'imni. Mana bu orientir uchun chiziq tashladim, bunga e'tibor bermanglar, qayerga to'g'ri kelishi farqi yo'q. Agar shu zonadan, shu уровеньdan H4 pastga yopilib berganida edi, H4 pastga yopilib berganida. Bizda weeklyga B zona aniqlashga majbur bo'laydik. U ham bo'lsa mana A'ni ko'ryapsizlarmi? Yashildagi qizil chizilgan. Mana qizillangan. Bizga B zona mana shu yerga ko'chaydi, H4 bir dona yopilganda ketaydik shu yerga qarab B zonaga. Lekin H4 bizga yopilib bermadi-da, qaranglar. H4 bizga yopilib bermadi. Mana bu grafik bo'yicha bozor yopilib qoldi, qizil bo'lib. Bizga kutdik, yopilib beradi. Aka, savolim bor edi. Mayli. Hozir ko'rsatyapsiz-ku, men bu narsani mana o'tgan edim, bir aniq qilib endi keyin siz o'zingizni listingizga tashiyman. Bu hozir mana bir haftalikni H4 da olish kerak. H4 da olganingizdan keyin entryga tushganda, olganda hozir stop olyapti-da bu hozir shpilkasi bilan. Hozir ko'ringlar mana hozir. Aka, yopilmagan-ku narx qanaqasiga stop oladi? Ya hozir bir haftaligiga qo'ydingiz-ku. Xo'p. Haftalikni qo'ygandan keyin ani V'ni yashil shamidan oldingiz. Mana bundan oldim, mana bu yashildan. H4da anaqasini olamiz. Разделительный периодda. H4ga разделительный periodiga kirdim. Mana разделительный periodi, mana. Bu kunni ochilishi bo'ladi-a? Haftani, H4 haftaga. Lekin xohlagan payt savol bersak, behurmatchilik bo'ladi bir-birimizga. Hamma dars oxirida bergani yaxshi emasmi? Yo'q, endi o'rnida tushunib olganimiz yaxshimi deb o'ylayapmiz-da. Yo'q, aka, indamang, savollarini beraversinlar. Nima joyida yopib ketavergan ham bir tomondan yaxshi-da. Albatta esdan chiqib qoladi keyin. Savol bo'lsa yozilsa, oxirida bersin savolni. Qaranglar, mana shu periodni oldik, aka, qarang. Periodni oldik. Periodimiz mana bizga belgilangan. H4 pastga yopilsa, biz bilamiz, уровенimiz buzilgan. H4 pastga yopilsa. Siz hozir stop oldi dedingiz.
qarang, urovendan pastga yopilish bo'lmagan-ku. Ha. Bizcha stop Men o'shani ana qilmoqchi edim. O'sha risk olamizmi yoki tanasi bilan yopilmasa olish kerak o'shani men so'ramoqchiman. Yo'q, aka, tana bilan yopilish kerak, chunki liniyaga o'tkazsangiz mana ahvolni qarang, chiroyli turibdi-ku. Shunda bizlarga tasdiq bo'lib nima bo'ldi? Keyingi hafta bozor mana bunaqa yopilib qoldi. Biza endi buy kiramizmi, sell kiramizmi? Qaranglar. Sell kirishimiz qachon pastga, shu urovendan pastga qizil sham tanasi bilan yopilsa, sell haqida o'ylaymiz. Lekin buygachi, buyga tasdiqni qarang. Umumiy buy zonada o'tiramiz. Mana bu yashil yangi hafta ochildi bizga, ko'ryapsizlarmi? Yangi hafta mana period. Yangi haftani periodi ochildi, mana buni ko'ryapsizlarmi? Ko'rdik. Ha. Yangi haftadan yuqorida yopildi. Lekin yuqorida yopilgani bilan biza umumiy hali mana bu weekly zonani ichida turibmiz. Mana bu weeklydan olgandik-ku. Umumiy hali mana buni zonasida turibmiz. Ha, ichida. Ichida turibmiz. Biza nima qilamiz? Mana bu yerda e'tibor beryapsizlarmi? Mana bunda. Shuni zonasidan yuqoriga o'tdik weeklynikidan. Ha. Breakout bo'ldi, yorib chiqdi. Breakout. Shunda nima qilamiz biza? Har hafta yangi ochilgan urovenga retest 80% holatda beradi retestni. Mana bu yangi hafta ochildik-ku. Har bitta urovenda test bo'ladi. Har bitta period test bilan bo'ladi bozorda. Har bittasi. Biz nima qilamiz shunda? Yangi haftani birinchi 4 soatli svichasimi bu? Shunaqa haftalikdagi dailyniki H1, weeklyniki H4, eng kattasi mana oylikdagi D1 periodga to'g'ri keladi ochilishi. Buni hozir admin ham Farruh aka tashab ham qo'yadilar sizlarga obrazis qilib shablonini. Qaranglar. Men endi nima uchun hozir B nuqtani isbotlab beraman degandim. Har bitta guruhga shuni ko'rsatamiz. Nima uchun 2400 ni bergandingiz degan savol ko'p bo'ldi-da. B nuqta bo'yicha ko'rsatib beraman degandim sizlarga tushuncha bo'lishi uchun. Shu joydan chiqqanimiz bizlarga nimani kutamiz? Biza mana bu yangi hafta ochilganiga testni обязательно kutamiz. Mana testga qaytib ko'rdingizmi? Mana bu yerdan yuqoriga yopilganimiz bizlarga nimani aytdi? Biz bundan yuqoriga yopilishimiz bizlarga qaranglar. Liniyaga olaman. Mana buni o'rvinidan yuqoriga yopildik, to'g'rimi? Bu bizlarga qayerga kelishini aytadi. Boshqa to'siq ko'ryapsizlarmi bu joyda? Hech qanaqa to'siq yo'q. Mana shunga kelishimizni aytadimi? Nima qilamiz biza? B nuqtamizni bozor bizlarga tasdiqlab bo'ldi. Bu taksiga minib qayerga borishini aytdi. Qiziliga qo'yamiz. Объемni o'rvini qizil sham, ya'ni bozor ko'tarilib ketayotgan bozorni sindirgan bu qizil. Shuni ichiga haftalik bo'lganligi uchun H4 ga olaman. Haftalikdagi H4 va yaqinlashtiraman-da объемni o'rvinini olaman. O'sha yerdan A'ni topasiz-a? Weeklyga kirsam, mana liniyaga olsam o'zi A-ku shu. Mana liniyaga olsam A bizda. Weeklyda A topib H4 dan A topib olasiz-da, to'g'rimi? Aka, A qachon hosil bo'ladi? A qachon qizildan keyin yashildan keyin qizil yopilsa hosil bo'ladimi? Men mana bu chiziqni qizilni ustiga tashlayman, o'rvinni topa olishim uchun. Bu orientir uchun. H4 ga kiraman, H4 ga. H4 dan объемni o'rvini qayerga to'g'ri kelgan? Mana bu, yana aytaman, mana bu chiziq gorizontal chiziq qayerga to'g'ri kelishi muhim emas. Orientir uchun faqat. Bu mana bunaqa to'g'ri keladimi? Mana bunaqa to'g'ri keladimi? Bizlar faqat periodga tushgan shamni olamiz mana. Yana qaranglar, bozor gap bilan ochilib ketgan, eski hafta yopilgan shamni yopilish joyiga qo'yaman-da. Mana buni eng uchiga qo'yaman. Ko'ryapsizlarmi haftalik o'rvin qanaqa katta bo'lib ketgan? Biza o'sha paytdagi qilingan analizimiz, ko'rgan bo'lsalaringiz, mana shu holatda edi.
Ha. Mana bu yerda o'sha to'p. Ana shu holatdagi analizida. Ondan tushib kelguncha. Weekly'ga olsak, yana qaytaraman. Bizaga mana bu joydan buyga entry bo'ldimi? Chap tomonimizda hech nima yo'q.